O'zbekiston va Qirg'iziston milliy terma jamoalari o'rtasidagi futbol uchrashuvlari Markaziy Osiyo futbolida muhim ahamiyatga ega. Ushbu ikki jamoa o'rtasidagi so'nggi rasmiy o'yin 2024-yil 10-sentyabrda bo'lib o'tgan. Uchrashuvda O'zbekiston terma jamoasi qiyin kechgan o'yinda Qirg'iziston ustun g'alabaga erishgan. Navbatdagi uchrashuv 2025-yil 20-mart kuni soat 21:00 da O'zbekiston terma jamoasi Qirg'izistonni o'z uyida qabul qiladi. Ushbu o'yin 2026-yilgi Jahon chempionati saralashining 3-bosqichi doirasida o'tkaziladi. Shuningdek, 25-mart kuni Eron terma jamoasiga qarshi safar o'yini rejalashtirilgan. Eslatib o'tamiz, 2025-yil yanvar oyida O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi Srechko Katanets sog'lig'i bilan bog'liq muammolar tufayli iste'foga chiqdi. Uning o'rniga Timur Kapadze bosh murabbiy etib tayinlandi. Kapadze avval O'zbekiston U23 terma jamoasini boshqarib, ularni Olimpiya o'yinlariga olib chiqqan. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi futbol uchrashuvlari har doim qiziqarli va muhim bo'lib kelgan. Kelgusi o'yinlar ham ikki jamoa uchun katta ahamiyatga ega bo'lib, muxlislar uchun tomoshabob bo'lishi kutilmoqda. Yangi format bilan O'zbekiston ilk bor Jahon chempionatiga chiqish uchun real imkoniyatga ega bo'ldi. Bundan tashqari, tanlov guruhining tarkibi bunga imkon beradi. Ko'p shov-shuvga uchragan Qatar arab futbolida o'rtacha saviyadagi oddiy jamoa bo'lib chiqdi. O'zbekiston esa qaysidir ma'noda Eron bilan jahon chempionatiga olib boradigan ikki o'rinni bo'lishib oladi. Tarkibida Husanov va Shomurodov kabi Yevropa futbolining haqiqiy yulduzlari bor ekan. O'zbekiston terma jamoasi Qirg'iziston bilan o'yinda muammoga duch kelmasligi kerak. Bungacha Timur Kapadze shogirdlari 6 uchrashuvda 8 ta gol urishga muvaffaq bo'lishgan. Bu statistik ma'lumotlarni tuzatish uchun yaxshi imkoniyatdir. O'zbekiston terma jamoasiga Qirg'iziston bilan o'yinda omad tilagan holatda sizlardan like va podpiska, albatta izoh qoldirishingizni so'rab qolamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Umid qilamizki, 2026-yilda O'zbekiston terma jamoasi albatta jahon chempionatiga chiqadi va biz buni intiqlik bilan kutamiz.